Assalomu alaykum, qadrli o'quvchilar. Xo'p, bugungi darsimiz davom etadi. Qadimgi dunyo tarixi kitobi, ya'ni 6-sinf darsligi 2-mavzu eng qadimgi odamlarning rivojlanish bosqichlari. Xo'p, darsimizda davom etkazamiz. Yer yuzida odam qanday paydo bo'lganligi haqida turli afsonalar, diniy rivoyatlar qadimiy zamonlardan beri mavjud. Fanda esa bu masala ilmiy asosda antropologiya, arxeologiya ma'lumotlariga tayangan holda o'rganiladi. Tarix fanda eng qadimgi odamlar ibtidoiy odamlar deb ataladi. Xo'p, bu yerda antropologiya o'tgan darsimizda o'tgandek eslab olamiz. Antropologiya, ya'ni antropologlar kimlarni, nimalarni o'rganadi? Ya'ni bu tarixning yordamchi sohasi. Xo'p, o'ylab olish uchun bir daqiqa vaqt beraman. Keyin o'zim aytaman. Xo'p, antropologiya bu suyaklarini insonlarni yasashga harakat qiladi. Ya'ni tashqi ko'rinishini tiklashga harakat qiladigan fanning yondosh sohasi bu antropologiya. O'tgan safar gaplashdik. Xo'p, Amir Temurda misol keltirgandim. Arxeologiya esa bu qazishma ishlarini olib boradigan soha, ya'ni tarixning yordamchi sohasi arxeologiya deb ataladi. Xo'p, eng qadimgi odamlar, yer yuzidagi dastlabki odamlar qaddi-qomatlarini tik tutib yurishdan, mehnat qurollarini yasashdan, ularni ishlatishni bilishgan. Ular yordamida tabiatda yegulik topib yeyishgan. Olimlar eng qadimgi odam suyaklari qoldiqlarini Sharqiy Afrikadan topib o'rganishgan. Mazkur odamning yoshi 2 million yildan oshadi. Olimlar uni ishbilarmon odam deb atashgan, negaki u toshdan sodda mehnat qurollari yasashni bilishgan. Yana darsimizni shu joyida eslatib o'tay. Ya'ni hozir bu ikkinchi mavzu bo'lsa, oldingi o'tgan mavzularga bu yondosh. Ya'ni ba'zi so'zlar bor takrorlanib keladi. Men o'shalarni sizlarga savol beraman, o'ylab javob bering. Saldan keyin men o'zim javobini aytaman. Xo'p, bu yerda masalan, toshdan o'ta sodda mehnat qurollarini yasashni bilishgan. O'tgan darsimizda gaplashdik. Shuning uchun ham bu davrni paleolit davri deyilgan. Paleolit so'zining ma'nosi paleos qadimgi, neos tosh degan ma'noni anglatadi. Ming yilliklar davomida odamlarning tashqi qiyofasi, ko'nikmalari, miya hajmi o'zgarib borgan. Qadimgi tosh davrining navbatdagi bosqichi tik yuruvchi odam deb ataladi. Demak, ishbilarmon odam, keyin tik yuruvchi odam deb atalgan. Qadimgi inson vujudga kelgan. Uning tanasi ancha baquvvat bo'lgan, u turli tosh qurollarni yasash ko'nikmalariga ega bo'lgan. Chaqmoq zarbidan yong'in chiqqan. E'tibor bering, chaqmoq zarbidan yong'in chiqqan. Bu tabiiy olov. O'rmondagi tabiiy olovdan foydalanishni ham bilib bo'lgan. Tik yuruvchi odamlar yashash joylarini o'zgartirib, keng hududlarga tarqaganlar. Ularning makonlari, suyak qoldiqlari Afrikadan, shuningdek Yevropa va Osiyoning ko'p joylaridan topilgan. Demak, bu odam turi Afrikadan, Yevropadan va Osiyoning juda ko'p joylaridan topilgan ekan. Yer yuzida iqlim iliq bo'lgan davrlarda odamlar mayda daryolar yoki buloqlar yaqinida tepaliklarni makon qilgan. Ilk paleolit davrining oxiriga kelib, buyuk muzlik davri boshlangan. Xo'p, ilk paleolit o'tgan safar gaplashdik. Paleolit degani qadimgi tosh davri. Paleolit o'zi ham 3 ga bo'linadi. Men o'zim yillarni aytgandim. Bular ilk, o'rta va so'nggi. Ilk paleolit 1 milliondan 100-ming yilliklargacha davom etadi. Buni bu yangi kitobda yozilmagan, ammo eski kitoblarda bor edi. Ilk paleolit demak 1 milliondan 100-ming yilliklarga, o'rta paleolit 100-chi, 40-ming yilliklarga, so'nggi paleolit 40-chi, 12-ming yilliklarga davom etadi. Eslab qoladigan joyimiz ilk paleolitning davrining oxiriga kelib, ya'ni ilk paleolit bo'lsa, o'sha davrning oxiriga, masalan 1 milliondan 100-gacha bo'lsa, demak o'sha 90-ming yilliklarda buyuk muzlik davri boshlangan. Kinolarda ham ko'rganmiz, ya'ni multfilmlarda muzlik davri boshlandi, buyuk muzlik davri boshlandi. O'sha buyuk muzlik davri haqiqatan ham bo'lgan ekan. Bu ilk paleolitning oxirlariga to'g'ri keladi. Ibtidoiy odamlar o'ta qattiq sinovlarga duch keladi. Bu hol odamlarning yangicha iqlim, turmush sharoitlariga moslashishiga undaydi. Unday paytlarda faqat kuchlilargina yashab qolishi mumkin edi. Muzlik davri tobora kuchayib borayotgan sovuq oldida mutlaqo himoyasiz ekanligini tushunib, qadimgi odamlar issiqroq va pana joy izlab olis makonlarga yo'l olishadi. Mana ko'pdan beri yo'talayotgan keksa bir kishi orqada qola boshladi. U kasal edi va zo'rg'a qadam bosadi. Odamlar tez-tez to'xtatish xatarli ekanligini, chunki shuni deb ko'pchilik o'lib ketishi mumkinligini yaxshi tushunardi. Chol ortda qolib ketdi, biroq boshqalar uni kutmasdan yo'lda davom etishdi. U begona joylarda yolg'iz qolganligini tushundi va alam bilan ingradi. Cholning yolvorib chekayotgan faryodi anchagina eshitilib turdi. Keyin bora-bora pasayib, oxiri umuman o'chdi. Demak, o'sha chol o'libdi. Chopperlar. Xo'p, rasmga ham qarab o'tib ketamiz. Chopperlar nima? Qo'pol tosh qurollari, qadimgi qo'pol, ya'ni
toshdan yasalgan qo'pol tosh qurollari bu chopperlar deyiladi. Hali darsimiz davomida mikrolitlar dedi. Bu ancha takomillashgan va mayda tosh qurollarga mikrolitlar deyiladi. Xo'p, davom etamiz. Keyinroq shu yo'ldan o'tgan boshqa odamlar sovuqdan qaltirab yotgan kasal cholni ko'rdilar, lekin bu odamlar ham unga yordam bera olmadilar. Qor bo'roni to'xtamay uvillardi. Dahshatli sovuq boshlangan oldidan odamlarni misli ko'rilmagan so'nimlar kutardi. Bu olis shafqatsiz ibtidoiy davr edi. Muzlik davrida baquvvat odamlargina omon qolar edi. Davom etamiz. Eng qadimgi odamlarning mashg'ulotlari O'rta Osiyoda toshdan yasalgan qadimiy mehnat qurollari quyidagi joy makonlarda topilgan. Demak, Seling'ur Farg'ona vodiysidan, Ko'lbuloq, Toshkent vohasidan topilar ekan. Bu tosh qurollar bo'lib, ularning bir tomoni urib o'tkirlangan. Arxeologiya fani bu tosh qurollarni chopperlar deb nomlangan. Boya aytdik, bularning bir tomoni o'tkirlangan va qo'pol tosh qurollariga chopperlar deb atashar ekan. Arxeologlar fanida bu tosh, demak, arxeologiya kecha gaplashdik. Boya ham aytdim, arxeologiya nimani o'rganadi? Demak, arxeologiya qadimgi qazishma ishlarini olib boruvchi olimlarni arxeologlar deb atayar ekanmiz. Mehnat qurollarini odamlarga yegulik topish uchun kerak bo'lgan dastlabki mehnat qurollari sodda edi. Odamlar uchi o'tkirlangan tosh, tayoq bilan hayvonlarni ovlashgan, o'simliklarni iste'molga yaroqli ildiz mevalarni kovlab olishgan. Shu tarzda tabiat nimani inom etsa odam shuni olgan hamda topgan yeguligi bilan qanoatlangan. Uning uchun odamlarning eng qadimgi mashg'ulotlari meva ildizlarini terish, ov qilish, o'zlashtiruvchi xo'jalik deb atagan. Demak, inson tabiatdan nimani olsa, o'sha o'zlashtiruvchi xo'jalik. Ya'ni inson tabiatdan hayvon bo'ladimi, meva yoki qandaydir o'simlik, o'shanga o'xshagan narsalarni shunday yeyishi bu o'zlashtiruvchi xo'jalik. Ya'ni tabiatdan o'zlashtiryapti. Shuning nomi uchun ham o'zlashtiruvchi xo'jalik deb ataladi. Bunga asosan ovchilik va termachilik dedi. Ya'ni mevalarni shunday, meva yoki o'simlikni shunday yeyish. Keyinchalik insonlar taraqqiy etishi bilan bu o'zlashtiruvchi xo'jalikdan ishlab chiqaruvchi xo'jalikka o'tadi. Ishlab chiqaruvchi xo'jalikda nimalar bor edi? Hali keyingi darslarda ko'ramiz buni. Hozir aytib o'tib ketay. Ishlab chiqaruvchi xo'jalikda dehqonchilik va chorvachilik bor edi. Xo'p, Boysun tog'laridan topilgan tekish tosh g'ori o'rta paleolit davri me'yordan avvalgi 100-40 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Ya'ni o'tgan safar gaplashdik, o'rta paleolit, ilk paleolit 1 milliondan 100 ming yillikgacha, o'rta paleolit 100-40 ming yilliklarga, so'nggi paleolit 40-12 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Xo'p, 100-40 ming yilliklarga to'g'ri keladigan o'rta paleolit davrida Boysun tog'larida, ya'ni Surxondaryo vohasidagi Boysun tog'laridan Teshiktosh g'oridan o'rta paleolit davriga, ya'ni 100-40 ming yilliklarga madaniyati, ya'ni bolacha topiladi. Madaniyatining jahonga mashhur yodgorligiga hisoblanadi. Teshiktosh g'oridan tosh qurollari va ularning parchalari, tog' echkilari, kiyik, yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilari, shuningdek qushlarning suyaklari topilgan. Teshiktosh g'oridan topib tekshirilgan tosh asriga mansub 8-9 yashar Neandertal bolaning suyak qoldiqlari eng mashhur topilmadir. Demak, bu davrda Neandertal odamlar yashagan va yurtimiz, o'lkamiz hududidan Teshiktosh g'oridan 8-9 yasharli bola topilyapti va yovvoyi ot, qoplon, quyon, mayda kemiruvchilarning suyaklari topilyapti. Bola jasadi qabrga ko'milgan. Jasad atrofida tog' echkisi shoxlari qadab chiqilgan. Demak, o'sha bolaning jasadi ko'milgan va jasad atrofiga tog' echkilari shoxlari qadalgan. Demak, bizda bu nimani anglatadi? Diniy e'tiqodlarning shakllanganligini. Bu o'rta paleolitga to'g'ri kelyapti. Diniy e'tiqodlar, hali o'tamiz, animizm, fetishizm, totemizm, bular shakllangan. Eng qizig'i, yurtimiz hududida ham, ya'ni Surxondaryoning Boysun tog'larida ham o'sha Teshiktosh g'oridan bola topilyapti. Gulxan atrofida to'plangan odamlar tomon g'or sheri pisib kela boshladi. U daraxt bo'talar orasidan sezdirmay jillardi. Ammo kimdir uni ko'rib qoldi, qo'rqqanidan qichqirib yubordi. Barcha cho'chib sher tomon o'girildi. Sher yaqinlashib qolgan bo'lsa ham hech kim qochishni o'ylamasdi. Qochgan odamni sher bir sakrashda tutib olardi. Hamma sherdan ko'zlarini uzmay yelkama-yelka turib, qattiq qichqirib qo'llarini silkitgancha yirtqich tomon bostirib bordi. Sher o'zini yo'qotib qo'ydi. Ko'zlari ola-kula bo'lib boshladi. Odamlar sher tomon yaqinlashib kelaverdilar. Ular uchun yagona qutulish yo'li edi. Ana eng kuchli hayvonlarni yengan va yon atrofini dahshatga solgan g'or sheri orqaga chekina boshladi. Odamlar esa yanada qattiq baqirib sherga qo'rqmay yaqinlashaverdilar. Shundan so'ng odamlar guruh-guruh bo'lib yuradigan bo'ldilar. Endi ularga hech kim tahdid sola olmasdi. Demak, g'or sherini bular
jamoaviy bo'lib quvib yuboryapti. Yana sizlarga savol beraman. Odamlarning eng ibtidoiysi, ya'ni eng tuzum bu ibtidoiy jamoa edi. Demak, bular ham jamoa bo'lib she'rga tashlandi. Boya aytdim, diniy e'tiqodlar paydo bo'ldi o'rta paleolit davrida, ya'ni 100-40 ming yilliklar oralig'ida. Bu Neandertal odam davriga to'g'ri keladi. Bu odam yurtimiz hududlari Boysun tog'laridan topilgan. Xo'p, davom etamiz. Olam diniy e'tiqodlarning vujudga kelishi, olam haqida to'plangan bilimlar asos ekan insonlarning fikrlash qobiliyatini va ongini o'zgartirib bordi. Odamlar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan hodisalar, ya'ni kun bilan tun, yil fasllarining almashishi, vulqon otilishi, zilzila va boshqa tabiat hodisalarini kuzatdilar. Ularni tushuna olmagan qadimgi odamlar momaqaldiroq, yashin, shamol, yomg'ir kabi turli tabiat hodisalariga sig'ina boshlandi. Odamlar tabiatni jonli deb hisoblagan va tabiat inson xususiyatlari bilan bog'liq holda talqin qilingan. Shu bois tevarak atrofda ezgu va yovuz kuchlarning borligiga ishonch paydo bo'ldi. Demak, insonlar tabiat hodisalariga, vulqon otilishi, zilzila yoki bo'ron o'shanda nima bo'layotganini bilmagan va ularga sig'ina boshlangan va ikkita kuch paydo bo'ldi, ya'ni yaxshilik va yomonlik. Yaxshilik va yomonlik. Totemizm odamlar guruh jamoasining biror hayvon yoki o'simlik turi bilan qarindoshlik aloqasiga ishonish. Demak, bu 3 ta diniy e'tiqod paydo bo'ldi: totemizm, animizm, fetishizm. Demak, bulardan totemizm odamlarni totem degani o'zi hayvon degani, odamlarning qarindoshlik, ya'ni kelib chiqish qarindoshligini qaysidir hayvon yoki o'simliklar bilan qiyoslaydi. Masalan, turklar o'zini bo'ridan kelib chiqqanligini aytadi. Masalan, rimliklar ham o'zini bo'ridan kelib chiqqanligini aytadi. Xuddi shunday bular totemizm, ya'ni inson o'zini kelib chiqishini qanday o'simlik yoki hayvonga borib taqashi totemizm deyiladi. Animizm odamlarni o'rab turgan muhitda har bir narsaning joni va ruhi borligiga ishonish. Demak, animizm desa, atrofimda ruhlar yuribdi. Bu masalan bobomning ruhi, bu onamning ruhi, o'sha atrofda ruhlar borligiga ishonish, bu animizm. Fetishizm qadimgi odamlarning u yoki bu buyumlarni omad keltirishga yoxud balo qazolarni daf qilishiga ishonish. Demak, bilamiz, fetishizm ya'ni taqinchoqlar bo'lishi mumkin, qandaydir bir duo osilgan bir narsalar bo'lishi mumkin. Bular fetishizm deyiladi, ya'ni ular balo qazodan asraydi deb ko'radi. So'nggi paleolitga oid g'orlar devorlarining rasmlarining topilishi qadimgi odamlarda diniy e'tiqodlar bo'lganligining isbotidir. Bunday rasmlar eng qadimiylardan biri quyidagi g'orlardan topilgan. Masalan, Ispaniyada Altamira g'oridan, Fransiyada Lascaux g'oridan, Boshqirdiston, Rossiyada Kapuva g'oridan. Demak, so'nggi paleolit davriga keldik. Endi bu 40-12 ming yilliklarga to'g'ri keladi. Bu davrda insonlar endi tushunarsiz bo'lgan narsalarni diniy e'tiqod bo'lganligini isbotladi. Bunday rasmlar endi insonlar olamda, ya'ni tabiatni yanada chuqurroq his qilishga o'rgana boshladi va buni o'rganish uchun ular devorlarga rasmlar chizdi. Bular eng mashhurlar, dunyodagi eng mashhur g'orlar qaysilar rasm chizilgan desa, Ispaniyada Altamira g'ori, Fransiyada Lascaux g'ori, Boshqirdistonda ya'ni Kapova g'ori. Yodlab qo'yishimiz kerak bu joylarni ham. Odamlar mazkur rasmlar bo'lajak ovida o'zlariga yordam berishiga ishongan, rasmlar qarshisida hayvonlar harakatlariga taqlid qilib, raqsga tushgan, ov manzaralarini tasavvurga keltirgan, nayza uloqtirishni mashq qilgan. Qadimgi rasmlar inson nimalar haqida o'ylaganini, tevarak dunyoni qay yuzunda tasavvur etgani, qaysi hayvonlarni ovlashgani, qanday mehnat qurollari va qurol-yarog'laridan foydalanishgani bilib olish, tushunishga yordam beradi. Odamlarning o'zini qurshab turgan tevarak dunyoni bilishga intilishi eng qadimgi tasviriy san'at rivojlanishi uchun asos bo'lib xizmat qildi. Dastlabki qo'ya tasvirlarini arxeologiyaning qizalog'i kashf qildi. Ya'ni dastlabki qo'ya tasvirlarni arxeologning qizi kashf qilgan. O'shanda ular Ispaniya Altamira g'orida edilar. Ibtidoiy odamlar mehnat qurollarini to'plash bilan band bo'lganda qizaloq g'orni kezib yurib to'satdan "Dada, qarang, ho'kiz" dedi. Qani, shiftga qarang. Chiroq nuri shiftni yoritgach, bu qadimgi odam chekkan hayvon, buqa, to'ng'iz, bug'ularni rasmlari qorong'ulik qarini bir-biriga ko'rina boshladi. Rasmlar qirmizi va boshqa ranglar bilan ishlatilgan. Buning siri hali hanuz ochilgani yo'q. Demak, rasmlar qizil rang yoki qirmizi rangdan ishlatilgan ekan. Buning siri haligacha ochilmagan. Demak, bu eng mashhuri Ispaniya Altamira g'orida topgan qizaloq bu arxeologning qizi ekan. Shu yerga yana savol beraman. Arxeologiya fani nimani o'rganadi? Demak, arxeologiya fani qazish ishlari olib boradi va tarix fanining yordamchi sohasi hisoblanadi. Shu bilan darsimiz o'z nihoyasiga yetdi. Fikr, mulohazalaringiz bo'lsa
Pastda izohlar bo'limiga yozib keting, obuna bo'lishni unutmang.